Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, birinchi osmon mana shu barcha yulduzlari bilan, barcha galaktikalari bilan ikkinchi osmonning oldida cheksiz sahrodagi uzukka o'xshaydi dedilar. Tasavvur qilyapsizmi? Ikkinchi osmon esa uchinchi osmonning oldida cheksiz sahrodagi uzukka o'xshaydi dedilar. Shunday davom etib ketaveradi. 6-osmon 7-osmonning oldida cheksiz sahroga tashlangan uzukka o'xshaydi dedilar. Endi tasavvur qiling, bu 7-osmon o'zining naqadar kattaligiga qaramasdan Allohning kursisining oldida cheksiz sahroga tashlab qo'yilgan uzukka o'xshaydi dedilar. Allohning kursisi arshining oldida cheksiz sahroga tashlangan uzukka o'xshaydi dedilar. Alloh bularning barchasidan buyuk zotdir. Alloh subhanahu va taolo o'zini buyukligini siz bilan bizga mana shu koinotni katta qilib yaratib bildirib qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo jannatni kengligini, ya'ni uni uzunasi, kattaligi, boshqa narsasini aytmadi. Faqatgina kengligi deydi. Osmonlar va yerga teng. Tasavvur qilyapsizmi? Jannat juda ham nihoyat darajada katta bo'lgan bir Allohning mukofotidir. Musa alayhissalom qiziqib Alloh subhanahu va taolodan so'radi. Ya'ni ey Robbim, jannat ahlining eng quyi pog'onasida bo'ladigan insonga beriladigan mukofot qanaqa bo'ladi deb so'raganlarida Alloh aytdi. Jannatga bir insonni kirganda izladi. O'sha oxirgi jannat ahli jannatiy bo'lib bo'lgandan keyin, jahannam ahlilari ham jahannamga kirib bo'lgandan keyin jannatga eng oxirgi kiradigan odamga jannatga kirgin deydi. Odam aytadiki, ey Robbim, menga joy qolmabdi ey Robbim deganda, Alloh aytadi, ey bandam, agar men senga dunyoda podshohga berilgan mulkni beradigan bo'lsam, ya'ni o'sha miqdordagi mulkni beradigan bo'lsam, rozi bo'lasanmi degan tasavvur qiling. Haligi jannatda menga joy yo'q deyayotgan odamga Alloh subhanahu va taolo dunyoda podshohga berilgan mulkni bersam rozi bo'lasanmi deyapti. U banda tabiiyki aytadiki, Robbim roziman deydi. Roziman Robbim, menga kifoya qiladi deydi. Bo'lmasa, u senga yana o'shancha, yana o'shancha, yana o'shancha, yana o'shancha deb turib 5-marotaba aytganda, u banda aytadiki, ey Robbim, menga kifoya qiladi, men roziman deydi. Shunda Alloh subhanahu va taolo aytadiki,